Akalar, bugun sizlar bilan Cobalt'larda muammosi haqida gaplashamiz. Ungacha bittadan like bosib turinglar, boshladik. Akalar, mashinada stabilizator tiyaga Cobalt'larda yangi yurgan mashinalarda ko'p ketib qoladi. 10 ming, 5 ming kilometr yurganda ovoz berib qoladi. Rabochilarda ko'proq bu narsa o'ng tomon yoki chap tomondan traktor ovoz chiqib qoladi. Nimadan desalar, mana shu stabilizator tiyagadan bo'ladi akalar. Bu narsa luft berib qoladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Natijada traktor ovoz beradi. Buni qaysinikini qo'ygan ma'qul degan savol bo'ladi. Mana shu qo'limda turgan Captiva'niki originali STR qo'yilgan, lekin ko'pga bormagan akalar. Mana shu mashinaga yaqinda qo'yganmiz, bormagan. Endi bunga o'zini zavodskoy STR da originaldan qo'yiladi. O'zini zavodskoydan mana shuni umri uzoq bo'ladi va ovozlari yo'q bo'ladi akalar. Cobalt'da 99% ovoz mana shundan chiqadi akalar. Eslaringizdan chiqarmanglar. Video yoqqanimizda bittadan like bosib, Cobalt'da bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.